Rizvangul, vatanparvar Uyg'ur qizi, ozodlik jangchisi, milliy qahramon, shafqat hamshirisi Rizvangul. 1925-yili Qozog'istonning Olmaota oblastining asosliq Uyg'urlar yashaydigan Chilak rayonida dunyoga kelgan. Rizvangulning dadasining ismi Hashim Axun, opasining ismi Maryamxon bo'lib, dadasi yung tijorati bilan shug'ullanadi. 1932-yili Rizvangul 7 yosh vaqtida oilasidagilar bilan G'ulji shahriga ko'chib kelib, Pushmon mahallasida o'ltiraqlashidi. 1933-yildan 1940-yilgacha G'uljidagi Sharq maktab va Umid maktablarida o'qiydi. 1940-yili Urumchi o'rta darajalik milliy qizlar maktab buxgalterlik kasbi sinfida o'qiydi. 1943-yili o'qish bitirib G'uljiga qaytib kelib, shu yili viloyatlik pochta idorasiga xizmatga o'rinlashdi. Rizvangulning oilasi ma'rifatparvar va taraqqiyparvar oila bo'lib, u oilasining bo'libmi o'qituvchi ustozlarining ta'sirida kichikidan tartibla tirishchan, o'tkir fikrlik, kamso'z, lekin deginni qiladigan xo'rliq, zulm va adolatsizlikka chidab tura olmaydigan vatanparvar qaysar qiz bo'lib yetishib chiqadi. Rizvangul pochta idorasida ishlab yurgan kunlari 1944-yili 8-oyda Ili viloyatlik Nilqi noyasida Sharq Turkiston xalq mustaqilligini qo'lga keltirish uchun tajovuzchi millatchi Xitoy, ya'ni Gomindanga qarshi urush boshlaydi. Bu urush qisqa vaqt ichida g'alaba qilib, 1944-yili 11-oyning 12-kuni G'uljida mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyati quriladi. Sharq Turkiston davlati qurilib 6-kuni Rizvangul pidoi bo'lib o'zini rasmiy holda Sharq Turkiston armiyasiga tizimga oldirdi. U armiya sepiga kirgandan keyin qisqa mezgil sestralik kursiga qatnashdi. U keyin o'ziga o'xshash qizlardan tarkib topgan 30 necha jangchi bilan birlikda oldingi safga berib, urush taktikasi, yordamlarni, jiddiy qutqizish bilimlarini yaxshi egallagandan sirt, har xil qurollarni ishlatishni o'rganadi. Janglarda pilotning o'qdiniga o'q ochilaydi. Yaralangan pilotchilarning o'rniga saplanib, dushmanga o't ochadi. Janggohda mo'ldirlab yig'ayotgan o'q ichidan yaralangan jangchilarni qutqizadi. U doim dushman bilan erik uchun jang qilayotganlar vatanning o'g'lonlari bo'lsa, biz vatan qizlari, qizlarmo qo'lga qurol ilib oldingi safga berish kerak, deydi. Rizvangul jangchilarning orasida yugurib yurib, yordar jangchilarga shafqat yetkazadi. U jangchilarga xos ajoyib jasoratli va yordar jangchilarga bo'lgan kuyimchanligi bilan komandar jangchilarning qalbidagi eng shafqatlik, mehribon hamshiriga aylandi. Rizvangulning ajoyib qahramonligi va odamni hayron qoldiradigan ta'sirli ish izlari ko'p o'tmay armiyadan halqib o'tib, shahar xalqi ichidami keng tarqaladi. Ayni yillari Rizvangul jangchilarning o'g'inish ulgisi, xalqning faxrlik qiziga aylanadi. 1945-yili 1-oyning 11-kuni G'ulji shahrining Harambog'dagi 61 kun muhosirada qilib jon talishib, g'aldirlashgan dushman eng oxir kuchini yig'ib, muhosirdan bo'sib chiqib, qochmoqchi bo'lib shiddatli hujum boshlaydi. Urush kech-kunduz to'xtamay bakmu keskin davomlashadi. Bu urush Sharq Turkistonning yaqinqi zamon tarixidagi mashhur urushlar qatoridan o'rin olgan Harambogʼ qal'asi urushi edi. Urush jarayonida Rizvangul sabdoshlari bilan kech-kunduz demasdan o'z vazifasini ado qiladi. Rizvangul 1945-yili 1-oyning 13-kunidagi Harambogʼ qal'asidagi shiddatli jangda vijildab uchayotgan o'qlar orasida yaralangan 3 jangchining yarasini orqa-orqadan tingib bexatar joyga ilib boradi. U 4-qatim orqaga qarab, yomg'irda yig'ayotgan o'q ichiga kirib, xavfli joydagi yaralangan Cho'ng'axun ismli jangchini qutqizish uchun ketayotganida beshiga o'q tegib, boturlarcha shahid bo'ladi. Atrat komandiri Rizvangulning peshini silab, cho'nqur mehr bilan "Alvido, qaysar qizim" deb buqildab yig'laydi.
Rizvangulning shahid bo'lganlik to'g'risidagi xabar Harambag'dan o'tib, tezla butun sabga tarqaladi. Bu xabar jangchilarga nihoyat qattiq ta'sir qilib, dushmanga bo'lgan g'azab nafrati hassalab oshidi va Rizvangul uchun intiqom degan sadolar palakka yetidi. Sharq Turkiston armiyasi qattiq g'ayratga kelib, dushmanlarni talto'kis mag'lubiyatga uchirtdi. Sharqi Turkiston davlati Rizvangulning vafotiga alohida ahamiyat berdi. Sharaf sahnasida Rizvangulga berilgan 17-nomerlik bahodirlik medali dadisi Hashim akaning maydasiga taqab qo'yiladi. Hashim aka jonjigar qizining issiqqini badiliga kelgan o'tqashdek chaqnab turgan bu qahramonlik medalini yenishlab silab, buqildab yig'lab ketadi. Dadisining qalbi sakbar edi. Hashim aka o'g'li Hashirning yulab turishi bilan aran o'ra turadi. 67 yildan buyon tajovuzchi kommunist Xitoyning mustamlikchisiga aylanib qolgan Sharq Turkiston xalqi Rizvangul va Rizvanguldek ni qahramon o'g'il qizlari, davlat arboblari, siyosatchilari, olimlari va shonliq tarixiga ega bo'lolmaydi. Ammo Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya qatorliq ko'plagan davlatlarda yashayotgan Uyg'ur xalqi o'z davlatining rahbarlari, siyosatchilari, olim, qahramon adiblarini aslab, xotirlab kelyotdi. Oradan 67 yil o'tib ketdi. Xalq o'zining qahramon qiz o'g'illarini unutmadi. Aksicha, texmi seg'inmoqda. Shularning ichida ozodlik jangchisi milliy qahramon Rizvangulmu xotirlanib kelmoqda. Rizvangul to'g'risida nurg'un dastonlar putildi, kitoblar, she'rlar yozildi. Xalq bu qahramonni seg'inish ichida xotirlab kelyotdi. 1951-yili Qozog'istonlik Uyg'ur muzikant Quddus Xo'jamyorov ishlagan Rizvangul ismli muzika Moskvadagi Bolshoy teatrxonasida o'rinlanadi. Bu muzika Stalin davlat medaliga uyg'un ko'riladi. 2005-yili 2-oyning 15-kuni Olmatadagi Qozog'iston xalqlari ansambli zalida Qozog'iston Uyg'urlari birlashmasining uyushtirilishi bilan qahramon Uyg'ur qizi Rizvangul vafotining 60 yilligini xotirlash faoliyati o'tkaziladi. 2014-yili 4-oyning 19-20 kunlari Turkiya Yeditbiya universiteti tarix fakultetining qarmog'idagi ayollar asrlari kutubxonasi va ilm markazi fondi o'rtaq uyushtirgan ayollarning ish izlarini yezish, kechirmishlar, tarjimol va tarix mavzuli xalqaroliq yig'inda Uyg'ur qahramoni Rizvangulning kechirmishlari to'g'risida ilmiy doklad beriladi. Bu yig'inga Amerika, Germaniya, Ozarbayjon, Braziliya, Fransiya, Hindiston, Gruziya, Gollandiya, Angliya, Iron, Ispaniya, Italiya, Vengriya qatorliq 20 ga yaqin davlatdan 200 atrofida ayol mutaxassis qatnashadi. Bu yig'inda Rizvangul to'g'risida doklad berilishi Uyg'ur ayol qahramonlarining xalqarada tunilishi uchun nihoyat muhim ahamiyatga ega bo'lib, yig'inda Uyg'ur ziyolilaridan Beykent universiteti o'qituvchisi doktor Mag'firat Kamol Yunus o'g'li xonim bilan Salima Kamol xonim qahramon hamshira Rizvangul va uning hayoti to'g'risida yozilgan asarlar temasida doklad berilgan. Yashash keraksiz kabi Rizvangul hayotining 60 yilligi munosabati bilan Muhammadjon Rashidin yurtingizning gulzorligi rost, ismingizda gul barligi rost, didoringiz bizga Rizvangul qiyomatlik didorligi rost. Lekin menga unutilmas qizsiz. Uyg'ur uchun azizdan aziz. Yashaganlar sizdek Rizvangul ketmaydigan dunyodan izsiz. Pat bo'lib turar gapingiz. Yuraklardan o'chmas etingiz. Unutilmadi 60 yil avval qarg'i yozgan qonliq xatingiz. Unutmadik siz to'kkan qonni, unutmadik siz bergan jonni. Tog'dek yashash orzu havasdir, tog'dek bo'lmoq har kimga tasdir. Toshlar qancha egiz bo'lsa-mu, lekin sizdek yuksak
emasdir. Varaqlasak tariximizni, yad etimiz eng avval sizni. İzingizga şuңa Rizvangul, silib qo'ydik avlodlarimizni. Qabringizni tapalmay yurdik, şuңa gumbaz yasalmay yurdik. Ya munosib daston yazalmay, yoki daftar tapalmay yurdik. Hayot sizni imtihon qildi, tarix sizni qahramon qildi. Nomingizni mengi unutmas, elni sizga mehribon qildi. Kitob yozdik sizga muborak, nomingizni qilmoqqa ko'rak. Ko'ngillarga berdik tasalli, ruhingizga o'qib taborak. Rizvangul hayot. Rizvangul hayot nomliq dastonining kirish qismi. Rahim Qosim. Rizvangul, sizni esga olsam shu an. Ko'z yeshim daryosida oqdi qiyon. So'ridim ko'kda uzgan oy yulduzdan. Aytqina shu botir qiz ketdi qayon. Oy yulduz hozidar mo'ng'i patdi. Bir hazo qoldi jimjit surmay zuvan. Va oxir o'ksib yig'lab turib, dard to'lgan ich bag'rini qildi bayon. Rizvangul bek yosh ketdi. Amdila 19 ga kirgan aran. İçilmay 10 gülünün biri texi, panidin baqiga u bo'ldi ravan. Rizvangul nadi demsen u bar hayat. Jannatni o'zi uchun qildi makan. Chunki u vatanni xalqni deb dahshatlik qonliq jangda bo'ldi qurbon. Jannatning ishiklari Rizvanguldek. Jon pida o'g'il qizga ochiq hamon. Ay yulduz cevabıdın buldum memnun. Yalqınlık hissiyatlarım attı volkan. Rizvangul ketdi biroq şanlıq nami. Dillarda qaldı bulup mengü dastan. Qaysar jangchi Rizvangulning saptishi Muzaffar Abdullayev aslab mundaq yozadi. 1988 yili 2 ayda Zinnat Ahmad Almatadın Ürümchiga tuqqan yo'qlab kelganida ikkimiz ko'rishdik va uyimga kelib mehmon bo'ldi. Biz kona xamallarni bir qur so'rishdik. Zinnat biz 8 qizning suratini G'uljidagi Van Qadirining beg'idagi xotira uyga isib qo'yibdi. Berib ko'rdim. Xalq bizni unutmabdi, deydi. Hayajon ichida. Shundaq. Ularni xalq texi unutmadi. Ular avloddan avlodga xotirlanadi. Güliston beg'imning to'zimas qizil guli. Taobat chaqnaydigan tang cho'lpini Rizvangul. Uning nomi unutulmas, yashar xalqim qalbida. Tangri tig'ining g'ururi, sharaf shoni Rizvangul. Rizvangul shahid bo'lgan vaqtida amdala 19 yoshga kirgan edi. Shunga uning o'limi kishini bakmo ichindirdi. Uning nomi vatan, millat uchun qon to'kkan minglagan o't yurak Sharq Turkiston o'g'il qizlari qatorida tarix betiga mangulik yezilgan.